Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamun ala men la nebiyye ba'de ve ala alihi ve sahabatihi ve men tebi'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Rabbena la tec'alna fitneten lil kavmiz zalimin ve neccina bi rahmetike minel kavmil kafirin. Amin. Amma ba'du. فقال المصنف رحمه الله تعالى قال فإذا ثبت في بلد لزم جميع الناس ولا اعتبار باختلاف المطالع Ramazan ayı körelgeligi bir jutda isbotlanib qolsa, yer sharidagi butun musulmonlarningki ro'za tutishi vojib bo'ladi. Ash kurash boshqalarga nisbatan mulzim bo'ldi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sumu li ru'yatihi. Sumu deganki xitob insonlar jamoasi, musulmonlar. Undan keyin ash insonlarning qaysi biri ko'rsa yoki e'tibor qilingan darajada ko'rganligi isbotlansa, ba'zilarning qarshida 2 kishi, ba'zilarning qarshida bir to'p ko'rganligi isbotlansa, butun musulmonlarningki ro'za tutishi vojib bo'ladi. Wala i'tibara bi ixtilafil matali'. Matla' yani matla'ning ko'pligi shunami? Matla' desakmi o'xshash, matla' desakmi lamni kasri o'qsak, fath o'qsak o'xshash. Bundan maqsad oy chiqadigan o'rin. Ba'zi matla' ash-shams desak kun chiqadigan o'rin. Har shaninki, har jutning mavqasi qarab oyning chiqadigan o'rni farqli bo'ladi. Ba'zi jutda masalan quyoshning biqinidan chiqishi mumkin, ba'zi jutda quyoshning jiroqroqda chiqishi mumkin, lekin kun batish tarafda. Qamariy oylarningki kirishi shu hilal oyining ko'rinishiga bog'liq. Oy ko'rgandan keyin qamariy oy kirdi deymiz. Oyatda faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Muqim holatdagi chog'da shu oy kirsa degan ma'noda. Ya'ni bir oyatda vas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas wal-hajj. Al-ahilla yana tug'ilgan hilal oy bu kishilarning namoz, ro'za, shu munosabatlik haj masalan, jiq amal ibodatlari buningga masalan hamma narsa chetishliq. Hatto masalan iddat, nafiqa shunga o'xshash hamma narsa keladi. Ashuna kishilarningki amal ibodatlari va turmush uchunmi vaqtni belgilab turgan narsa qiladi Alloh taolo. Bixtilafil matala dedi. Ash oy ko'ringan joy, o'rin o'xshash bo'lmasligi hisoblanmaydi deb. Bu ixtiloful matala degan bu so'zni fuqaholar endi ishlatadi. Buning maqsad kun petishda oy ko'ringan joy. Shu joy bir jutdan bir jut qarab o'xshash bo'lmasa-mu, biz hamma jutga hisob qilib o'tamiz. Bu ixtiloful matala desak, birinchidan chiqadigan joy o'xshash emas, ikkinchidan chiqadigan vaqt ham o'xshash emas. Masalan, bizning jutda 3 soat burun, 4 soat burun ko'rinishi mumkin. Saudiya Arabistonda 2 soatdan keyin ko'rinishi mumkin. Misrda mumkin 1 soat o'tganda ko'rinishi mumkin. Ya'ni bu shu hozir ixtiloful matala' bu hech kim inkor qilmaydigan narsa. Ya'ni har jutda, har xil vaqtda, har xil o'rinda ko'rindi, shundami, shunday. Nima isbot desa, amaliy shu biz ko'rayotgan ahvol isboti shu. Buni inkor qilib tinvoq bo'lmaydi. Çünkü bu mahsus bir narsa, hammadan ko'rilgan narsa. Yani ba'zi jutda masalan jut oraliqi uzun bo'lib ketsa, chiqadigan o'rni o'xshash bo'lmasligi mumkin. Vaqti taqimo farqli bo'lsin, 1 soat, 2 soat. Yana ba'zida sharqga, g'arb tarafga, janub, shimolga qarab jutning o'rni o'xshash bo'lmasa, chiqadigan joy va vaqtni o'xshash bo'lmaydi. Hakada zakarahu Qodixon. Qodixon fatvolarida shunda bayon qilgan. Qodixon kim? Hanifi mazhabda fatava Qodixon desak, bu baklan mashhur. Ama Hanifi mazhabda e'tibor qilinadigan, shundaki kelgan hukmlar kuchga ega, mu'tamad deb qaraladigan kitob. Shunda bir inovatli, ishonchli kitob Hanifi mazhabdagi. Fatava kitoblardan. Hakimlar masalan, mufti, qozilik vazifasini o'taydigan ashunda amaldorlar mush kitobni endi ayirmaydi. Chunki fatvo berishda, hukmni bir taraf qilishda, ayirishda mush kitob intayin foydali va zarur lozim bo'lib turgan. Qasim ibn Qutlubug'a bu hadis olimlaridan, fiqhlari qatoridan
ixtiyorning hadislerini tahrij qilgan olim. İxtiyorning hadislerini baholab chiqqan olim. Shu debken ma yusahhihu Qadi Khan muqaddamun ala tashih g'ayrihi li'annahu faqihun nafs. Bu olim katta faqih bo'lg'achqa, hamma masalani tik yetib tushunadigan bo'lg'achqa, Qadi Xonningki mushani bir mazhab kuchga yoki mush to'g'ri degini boshqa ulamolarningki to'g'ri kuchga ega degandan oldin o'rin turdi. Ba'zi masalada Hanifi mazhab ulamolarmi ixtiloflashib qoldi-ku. Qolgan chaqda Hanifi mazhab zodi qaysi qarash to'g'ri deb biqinlar desa, mush ulamolarning da qarasa Qadi Xon arasida bo'lib qolsa, ya Shamsul Aymma Saraxsi bo'lib qolsa, mushuni hisoblaymiz. Yoki ba'zi ulamolar Quduriyninki mush hisob deyishi mumkin. Shu qatorliq ulamolardan nomi Faxruddin al-Qadi al-Imam Abul Mahasin al-Hasan ibn Mansur ibn Mahmud al-Uzjandi al-Farg'ani. Vadi Farg'onininki Uzjand yoki Uzkand degandek naya qishloqlar bo'lib shu jutdan. Lekin Qadi Xon deb tunilgan. Chunki qozi bo'lg'achqa bu olim Qadi Xon deb mashhur bo'lib ketgan. Buning al-Fatawa degan mushu kitobi bor. Fatawa Qadi Xon deymiz. Uning boshqa al-Amali, al-Waqi'at, Sharh az-Ziyadat, Sharh al-Jami' as-Saghir, Sharh Adab al-Qadi, Khassofninki Adab al-Qadisini sharhlab chiqqan. Uning boshqa kitoblarim bor. 592-yili vafot bo'lgan, ya'ni hijriy 592. Fatawa Qadi Xon 3 ya 4 mujallad bazar ba'zir. Qadi Xon fatvolarda mushunda bayon qilgan. İmam Faqih Abdullah ismi fatvo mushu bo'yicha berildi degan biri. Balki shuning asoslanib Qadi Xon mushuni kuchga qilgan bo'lishi mumkin. Abdullah isminki fatvo mush qarash bo'yicha birimiz Hanifi mazhabda deganlik uchun Qadi Xon mushuni i'timod qilgan bo'lishi mumkin. Qala va huwa zohiru rivoya. Qadi Xon shunda mush qarash bir joyda oy ko'rilib qolsa butun musulmonlar ro'za tutish kerak degan mush qarash zohir rivoya. Bizning imomlarimizdan kelgan zohir rivoya. Wa naqalahu an Shamsul Aymma as-Saraxsi. Shamsul Aymma as-Saraxsi al-Mabsut degan kitobning muallifidir ama mesela al-Muntaqa degan kitob, al-Muntaqa bu zohir rivoyaninki 6 kitobdan hammadan suzib intaqa degan tanlab olganiga tanlab to'plagan kitob. Hakim Sadr Shaytni. Al-Muntaqani Shamsul Aymma as-Saraxsi sharhlagan. Lekin ibora bunda sharhlamay o'zi yug'urib sharhlagan. Shuna al-Mabsut yani bu Mabsut yani tafsili sharhni ko'rsatgan so'z o'g'achqa al-Mabsut deb sharhlagan. Shamsul Aymma as-Saraxsi Shamsul Aymma degan nomi, unvoni, ulamolarni, katta ulamolarni Shamsul Aymma Faxrul Islom deb aslında debdebilik unvoni bilan ataydi bizning diyorlarimizda. Va arabda bu ancha-muncha lekin u darajada emas. Shayxul Islom ibn Taymiya deb qo'yamiz. Lekin bizning davlatdan dona tayyorlik Shamsul Aymma Faxrul Islom Sadr ash-Sharia manda degan Shamsul Aymma as-Saraxsi bu ulamolar biz necha qatim dedik-ku, bu kitobda ismi chiqqan bilan bu ulamolar qanday kishilar buni obdan tunmasa qolmaydi. Takrar deyilib qolsin mayli. Chunki ulamolar deydi, qalilun min siyarur rijal khayrun min kathiril fiqh. Fiqhdanchi necha kitob o'qigandan, ashunda katta ulamolarning, ashunda mardonlarningki ozgina ish izlarini bilsak, bu balki biz uchun taxmin foydali bo'lishi mumkin. Shamsul Aymma as-Saraxsi u Saraxs degan O'zbekiston bilan Turkmaniston o'tirdiki, shu jutlarga nisbat berilgan olim. Xorason deymiz shu chaqdagi nomi. Turkmanistonning Marv bilan Nishapur oralig'idagi bir joy. Bir fatvo sababidan 15 yil turmadi yotgan. Shu chaqdagi podshoh yoki Xaqon, shu chaqdagi Xaqon o'zi bir dedekni ozod qilib o'tib, u dedekning iddati, masalan dedek bir hayz iddat ko'rdi deb qolsa, iddati to'shmasdan nikohlab olgan. Nikohlab olgandan keyin sizning bu qilgan nikohingiz harom yoki inovatsiz deb fatvo bergan. Bu 966-yili bo'lgan voqea. Shundan bu fatvoni
padişah anlap açık kelganmi yoki bu padişahning bunday qilgani to'g'ri emas deganni boshqalar padişahga turib chaqqanmi turmuga so'litib turmida ba'zi rivoyatda mush al-Mabsut degan kitobni quduqning ichida quduq so'lab quduq tashlab turgan. Quduqning ichida endi boshqa kitob, boshqa bir narsa yo'q. O'zining kallasidan kitobni yozdirib taliblarga, ustida quduqning bo'yida ustida taliblar o'tirib, quduqning ustozi so'zlasa yozgan. Yozim shu 15 mujallad kitob Mabsut degan. Buni o'zining kallasidan yodidan shunda so'zlab imlo qilgan. Yani 15 mujallad desanglar bu 15 mujalladning ichida Arabcha ya bir xato so'z yoki naql tarafdan bir mazhabga xato mansub qilgan bunda faqat ko'riladi. Buni agar bunda tushunsak bu bir mo'jiza degandek narsa degil bo'ldi. Bu bir ajamdan bir olim 15 mujallad kitobni arabchada bir ig'iznimada xato ketmay, mazhab naql qilishda xato ketmay bunda yozgan. Şu an bir mazhabda şu Mabsut mazhabga vakillik qilgan qaysi deyishsa şu Mabsut. Shuni Qodixonmi ona Shamsul Ayma sarafsi shunda ditgan deb Shamsul Aymaga mansub qilib kuchga ega qildi. Shuni la yu'malu illa bihi va la yu'awwalu illa alayhi deb qo'ydi. Mazhab qarashini bekitishda mushu kitob hisob. Ba'zi rivoyatlarda Shaybonining Siyarul Kabir Şeybani'ninki zahir rivoyat kitaplarından Siyar-ı Sagir, Siyar-ı Kebir deb ikki kitap vardı. Şu ikki kitapning birisi Siyar-ı Kebirni sharhlangan bu Saraxsi. Sharhlangan degan boshqa mazhabning bu Saraxsi sharhlagandek Siyar, g'azat va jihad ahkamlarini bayon qilgan bunda kitap yo'q. Sharh Siyar-ı Kebir buna bir isli kitap. Ba'zi rivoyatda Mabsutni shu quduqda imlo qilganlar, ba'zisi shu Siyar-ı Kebirni imlo qilib bergan. Kitab-ı Şurut'a kelgan chaqda Sharh Siyar-ul Kabirning qo'yib berilgan. Sonra Mirg'inan kitap, O'zbekistonning Mirg'inan kitap 480-yili uni tamomlayotgan. Bu İmam Tahavining muxtasarini sharhlangan. Hanafiy fiqhida xuddi muxtasari Quduriy degandek İmam Tahavining muxtasari bor. Shuni sharhlangan. Usul fiqhida Usul-i Saraxsi deb 2 mujallad kitobi bor. Cami Sagirni, Cami Kebirni, ziyadatni sharhlangan. Bu Sharh Siyar-ul Kabir bu 3 mujallad ya 4 mujallad kitob. Hozir bor. Lekin Hanafi mazhabining maktabida boshqa mazhabning bir kitobi yo'q. G'azat va jihad ahkamlarini bayon qilishdi. Bu Shaybonininki Siyar-ul Kabirmi qanday yozilgan? İmam Avza'imo yoki Ibn Abi Laylomo, İmam Muhammadning shu Siyar Resulullah'ın gazat ve ganimet, olca, eser degandek shunda munosabatli bir nimani desa, bir qarashni desa, İmam Avza'i debdikan. Ko'filikninki bu Siyar gazat ahkamlari bilan nima bildi uni degandikan to'xta deb Siyar-ı Sagir, Siyar-ul Kabirni ikkisining birisini shu chaqda yozgan. Yozganda da Siyar ahkamini shunda mukammal yozgan. Shuning sharhi. Bo'lsa bu kitobni sizlarda maktabga kirib Al-Mabsut degan kitob qaysi ekan deb 15 mujallad kitob bo'lsa 30 qism bu 15 mujalladga bosgan. Qulonga elib bir varaqlab bunda bir ko'rib boqinglar. Bu qanday bir kitobdir deb buni o'zini kurash kerak. Hatto Siyar-ul Kabir, Siyar-ul Sagirni o'qib boqing. Buna qimmatli kitoblar bu. Yani müşahede Şemsul Ayma Saraxsi shunda naql qilgan. Yani bizning mazhabimiz zahiri va mushi hisob degan kishi Şemsul Ayma Saraxsi. Endi mushini zodi bizning mazhabga vakillik qilgan qarashda bekitib o'tgani Qodixon. Vaqila yaxtalifu bi ixtilaf al-matali'. Vaqila degan Hanafi mazhabidagi ojiz bir qarashda har jutninki o'rni qarab yilonni kurash o'xshash bo'lmaydi. Ya'ni bu degani bir jutni ko'rsa, bir jutda cho'qim uning agish kerak emas. Har jut o'z oldiga ko'mdiq deb har xil tusi bo'ldi demakchi. Hozir mush ikki qarash Hanafi mazhabida bor. Hanafi mazhabi hisob bo'lgani la ibra bi ixtilaf al-matala. Dunyoning qaysi bir joyda musulmonlar kurab qolsa, butun joydagilar shuni tutishi lozim deydi. Yani buni ba'zi ulamolar kecha masalan 9 soat desak, şu bir keçinin ichida keç ko'rdigan, shunda darajaga jutli bo'lib qolsa deb qayd qilganlar bor. Masalan, bizning jutda bo'lib
Amerika'nın San Francisco'ya nima bo'lib qolsa, balki mayli kunduz bo'lgancha da kecha bo'lishi mumkin. Onun farkı bo'ldi, ammo bir kecha masalan 1 soat, 2 soat bo'lsa-mu o'xshash kech ko'radigan joylar bo'lib qolsa, shu ay ko'rash bilan bir kunda ro'za tutdi deb qaraydi. Ana shu ikki qarash hozir Hanafiy mazhab bayon qildi. Ikkinchi qarashni Imom Quduri, Imom Zaylaylar mushu sal to'g'riroqda deb tanlagan. Ular shuningga qanoatlangan. Lekin Hanafiy mazhabga shu birinchi qarash vakillik qiladi. Undan keyin bunda qarasak, hozir Hanafiy mazhabda ikki qarash bo'ldi. Shu Hanafiy mazhabga vakillik qilgan qarash Maliki mazhabning, Hanbali mazhabning, yana Imom Shafiydan kelgan bir qarashninki o'zi shu. Yani bu cumhurning qarashi, mutlaq cumhurning. La'tibar degan orliq yaqin bo'lsin, jiroq bo'lsin, bir jutni ko'rlab qolsa, boshqa jutlarga shuning bo'ysunib ro'za tutadi degan qarash. Cumhurning qarashi. Buning dalili sumu li ru'yati va aftiru li ru'yati degan shu sayyidiz. Sumu li ru'yati musulmonlardan bir nechasi ko'rsa, ko'rash vujud chiqqan bo'ladi demakchi. Endi ikkinchi qarash Hanafiy mazhabiningki qiyla degan qarashi, bu Shafiy mazhabda jalliqroq qarash. Hanafiy mazhabda ojiz deb qarashdi. Bu yani Imom Malikning Madinalik taliblarining rivoyat qilgan qarashi. Bu har jut o'zi ko'rgan bo'yicha ish tutdi. Saudiya Arabistonda ay ko'ralsa, Misrda shuni agish ro'za kerak emas. Misrdami o'zi ay qarab, o'zi belgilab nima qiladi. Agar ko'mishchi ko'masa 30 to'liqlaydi. Yo'q, Saudiya Arabistonda ko'ribdi-ken, biz shu bo'yicha tutimiz demay, Sha'bonni 30 to'liqlab o'tib, undan keyin 31-kuni Ramazon boshlaydi demakchi. Bular Ibn Abbas radhiyallohu anhudan kelgan bir hadis tayangan Sahih Muslimniki. Bu hadis Kurayb deb mashhur. Hadis Kurayb. İmam Müslim rivoyat qilgan an Kuraybin qala inna ummal fadli بعثته إلى معاوية بالشام فقال قدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصام معاوية قال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نراه فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية فقال لا هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. Bu Sahih Müslim'deki İbn Abbas radıyallahu anh'dan kelgan hadis. Bu ikinci aciz qarashdagi assalliqlar mushu Sahih hadisni dalil qilib turgan. Bunun mazmun nima? Shamda juma kechasi ay ko'rgan, Madinada shanba kechasi ay ko'rgan. Ibn Abbas radhiyallohu anhu Madinaning ko'rgan bo'yicha ish qilmas deb Shamninkini hisob qilmagan. Davonki bundan chiqadigan mazmun har jutning o'z oldiga ko'rgan hisobga degan bir nima chiqadi. Bundan boshqa Xulafa Rashidinlar har jutga maktub yo'lga ahvol yo'q. Masalan Madinada ay ko'raldi. Bundan keyin esa ata Ramazon keyin deb jutqa Madinadan maktub yo'lga ahvol yo'q. Bundan her jutning odamlari o'zi ko'rib amal qildi. Yana masalan suhur yeydigan vaqt, ifta qiladigan vaqtmi har jutning bir-biriga o'xshamaydi, ama bundan keyin ro'za tutgan kunga o'xshamaydi deb qiyos qilgan. Endi ba'zi ulamolar uchinchi bir qarashda, ba'zi ulamolar ikki jutning oralig'ida namozni qasr qilib oraliq bo'lib qolsa, 80 kilometrdan oshgan oraliq bo'lib qolsa, buni hammasi o'z oldiga bo'ldi. Ammo oraliq tushunchalik bo'lib qolsa, shu yaqin oraliqdagi bir jutni ko'rsa, buni amal qilish lozim deganlar bor. Bu Imom al-Haramayn al-Juwayni bilan shogirdi Abu Hamid al-G'azzaliyninki qarashi. Lekin shu ikki qarash, Hanafiy mazhab hozir bayon qildi-ku, zohir rivoyatlar qiyla. Ikki qarash, cho'ng ikki qarash, mashhur ikki qarash shu. Hanafiy mazhabda ikki qarashning hammasi bor. Endi biz bu ikki qarashning yoki uch qarashningki qaysi rojih deb qarsak, shu Hanafiy mazhabining uch qarashi, ya'ni jumhur ulamoning qarashi shu rojih. Dalil jihatdan.
Yani İbn Abbas radıyallahu anh'ın hadisi ya bunun bir xil mubhamlik var, yoki bir xil mujmallik var, yoki bu sahabaning tushunishi, yoki bu sumu ru'yati degan Rasulullohning aniq hadisiga zid deb menda tushunadi jumhur. Qiyas ma'al fariq. Yani İbn Abbas'ın hadisine menda tushungan yo'lim bor. Bu hadisda har jutninki ayrim hisob qildi deganlik emas. Lekin bunun bo'g'ini Medine ahalisi Şam'ның hisobı bo'yicha aytqildi demaymiz deganlik. O çağda tiz yo'llash xabar qiladigan unda vosita bo'lmag'achqa, unda xabar aytqilgan ahol bo'lmag'achqa, shunga har jut o'zinikini hisob qildi degan tariqada nima qilgan. Endi bunda qarasak, har jutninki kögünü öz aldığı hesap desek, hazır xudamda her devletning o'ziga hesap degandek bunda deyimiz go. Endi her devlet desek, mushu hozirgi devletlar islom dunyosidagi devletlar o'tirgan chegara, bu kim paydo qilgan chegara? Mustamlikchi Jahongirlar, islom dushmanlari paydo qilgan chegara bu. Shundaqmi? Yani islom dunyosini talon-taroj qilib, besog'dan keyin chiqtirgan chaqda, shunda sizib-siziblam ma falaniya, ma pistaniya deb bölütken ahvalga. Yani o ay mesela çıksa, bazı devletninki, bazı şehirleri özünün paytaxtiga nispeten, yani bir devletninki paytaxtiga yakın bo'lishi mumkin. Yani o çıkan ay siyasi, coğrafya xaritasini ra'y qilib turib, mavjud ko'rinmay, ma'lum ko'rinay deb bunda turib turadigan ahvol bormi? Unda shu chiqsa birga bunda shudan gap. Masalan, Kırgızistan'daki bazı şehirleri şu Kaşka Atış'a yakınlan joy. Mesela Atış belki Bishkekka yaqinroq bo'lsin ki Urumchiga nisbatan. Mesela endi ahvolda unda onkin bu her bir jutni desak, shu jutdan maqsad nima? Bir viloyatdan yo'q, bir davlatdan yo'q. Nima deymiz shuni? Bu bir hal olmagan masala. Buna javob bermaydi. Burun mesela Rusya çoğuna şu Rusya Sovet İttifakı dedi. Şu çağda bir üçü Balkan devletlerinin kışta Şimali Avrupa'ya yakın, bir üçü Sibirya, Kore'ye yakın. Onun bir devlette başlanmayan bir aynı hesap olunmadı bunda. Bunda olurken bunun da bu şu Hanefi mezhebinin ve Cumhur'un karışı şu küçük ige, şu racih deyimiz. Bunda olurken bir jutta şunda körelse bütün İslam dünyası şu boyunca amal qilish lazım. Yani bir taraftan Arafat gününü belgileştiğinde belgiledi İslam dünyası. Suudi Arabistan'ın şu Mekke tarafta ay körüşüler ispatlaydı. Her devlet yak bugün bizden daha Arafat günümüz bulmadı. Şu devletinin hacılarına telefon kılıp bugün bizden daha Arafat emez bizden hesabımızda. Siz Arafat kılınlar. Yani biz öyle öğün Arafat kılınlar. Her devletki bir günden belgilediğinde yapıldı. Bundan ki şu dünyada bir lam Arafat var, bir lam Kabe olgandiken Zulhajjının kirişi ve Arafat ve kurbanlığı gününü bekitişte Suudi Arabistan'a makul demsiz? Bundan manalı mı? Makul dayanırız. Ya bu Müslümanlar cemaatiga, İslam ümmetiga qilgan xitob. Ey Müslümanlar cemaati, aynı kirab Rostonlar. Endi Müslümanlar cemaatidan chiqqanlar yoki 50 gadam shuna ko'rdimi? Müslümanlar cemaati ko'rgan bo'ldi. Yani Resulullah'ın şu çağdaki ahvalının kısmı şu Medine paytaxt desek İslam devletinin Medine'den qanchalik arliq şu hesap buldu. Bu ne qilmas. Mesela Aliya ma'qul hesap bular. Mekke hesap bulandı, Medine'ga tava bundirga. Bundan bu bir jutda öz aldığı kögünü hesap deb qasımı bir devletning ichida bir kunni ro'za tutishga Ramazon birinchi kunda bekitilmaydi, mumkin emas. Çünkü ya da 20 vilayet bo'lishi mumkin, 30 vilayet, 10 ülke bo'lishi mumkin. Hammasi öz aldığı ko'rimiz, öz aldığımızga deyish mumkin. Bundan bu şu racih bo'lib ketdi. Qala wa zakara fil fatawa al-Husamiyya. Bu Hanefi mazhabidagi mashhur fatvo kitoblarining birisi. Bu o'z vaqtidagi Shayxul Hanafiya
Abu Hafs Umar ibn Abdülaziz ibn Umar ibn Abdülaziz Nami Hüsamuddin As-Sadr Şehid İbn Maze El-Bukhari Bukhara ulamalardan meşhur Abu Hafs Hüsamuddin Sadr Şehid'ninki fatvalar toplama. Bu Sadr Şehid dilişte bu zat 536 yılı Samarqandninki Qutban degan joyda shahid bo'lib ketgan. Bu shu islomga kirmagan shu turklar, qalmoqlar deymiz. O'z vaqtida turklarning Qaraqtay degan nomi bor. Qaraqtay degan turk qabilalarining o'zining ismi. Qaraqtay shu islomga kirmagan shu qalmoq turklar bu musulmon bo'lgan ellar bilan urushib turibdigan shu janglardan birisida şu O'zbekistonninki Sanjar degan podshosi shu Qaraqtay bilan urushgan chaqda mushu olimi shu jihad qatnashib shu jangda shahid bo'lgan. 536-yili Samarqandda bo'lgan jangda. Bu olimninki Al-Fatawa al-Kubra, Al-Fatawa al-Sughra, Al-Fatawa al-Khasiyya, Umdatul Fatwa, Usul Fiqh, Khayratul Fuqaha, Sharh Adab al-Qadi degan kitoblar var. Bunun başqa şu El-Vaqiat al-Husamiyya fi Madhhab al-Hanafiyya degan şu Fatawa al-Husamiyya degan kitap şu. Mush kitap var. Mush fatva kitapda munda kapto. İza sama ahlu Misr'in 30 yawman bi ru'ya. Ahli Misr'in yani bir şanın, ma Misr emasa, ma'lum bir şanın ahalisi ay ko'rab, undaki 30 kun tutgan bo'lsa, va ahlu Misr'in akhara 29 yawman bi ru'yatin, yan bir şanın ahalisi ay ko'rab 29 kun ro'za tutgan bo'lsa, yani bir kun ilgirkin ayt qiladigan bular. فعليهم قضاء يوم إن كان بين المصرين قريب بحيث تتحد المطالع. İki jutninki arlıqı ay ko'rilgan o'rin o'xshash bo'lgan darajada yaqin bo'lib qolsa, 29 kun ro'za tutganlar bir kun qazo ro'za tutishi lozim. وإن كانت بعيدة بحيث تختلف agar ay ko'rilgan o'rni matla'i o'xshash bo'lmaydigan darajada jiroq bo'lib qolsa, لا يلزم أحد المصرين حكم الآخر. Vücutda əgişib roz tutmusun buldu. Her ikisi öz aldığı tutudu. Dep keptiken. Fataval Hüsamiyye'de. Yani birinci qarash Hanefi mezhebninki zahir rivoyatga asosan deyilgandek, ikkinchi qarash Makhili degan ikkinchi ajiz qarashga asosan deyilgandek. Yoki bular unda qarab shu zahir rivoyatni qanday tadqiq qildi? Hammaning hisob qildi degan gap butun dunyoga emas, ma'lum darajaga yaqin vujudlar nisbatan hisob. Ammo Amerikada meyali kechuvos oy kunduz bo'lgan manda darajadagi ijroq vujudlar bo'lsa, o'z oldiga degandek bir ahvol. Va zakara fil muntaqa an Abi Yusuf, muntaqa degan kitobda shu Al-Mabsutninki asli bo'lgan muntaqa, ya'ni Hakim Sadr Shahidning kitobi. Şunda Abu Yusuf'tan şunlar rivayet qilindi. Yajibu alayhim qada'u yawmin min g'ayri tafsilin. An kitobda muntaqada Fatawa al-Husamiyya kelgandek emas, yaqin ijroqlab ayirmay 129 kun, 130 kun oyda tutgan ahvolda chiqis ay ko'rab, 29 kun tutgan jot bir kun ro'zani qazo qilish lozim, to'liq qilish lozim deb ketdi. Lekin jutni yaqin ijroqlab ayirmadi. Lekin muntaqada kelgani Abu Yusuf'tinmi shunda keldi, Imom Muhammadtinmi shunda kelgan. Abu Yusuf'tin kelganini Bishr rivoyat qilgan, Muhammadtin kelganini Ibrohim rivoyat qilgan. Qala va an ibn Abbas radhiyallohu anhuma fi misli. Ya'ni ikki jutda ikki xil ko'rilgan ahvolda ay Ibn Abbas bunda degan: "Lahum ma lahum va lana ma lana." Ularning o'ziga hisob, bizga o'zimizga hisob. Hozir mushu Ibn Abbasning degan so'zni maktab tahrij qilish lozim, tushunami? Tahrij qilmadi. Asli bu mushu lafzda bunda kelmagan. Shunga topolmagan bo'lishi mumkin. Lekin men bayatın Sahih Muslimdan naql qildim-ku, Kurayb rivoyat qilgan voqealik. Ashadi shu Ibn Abbasning. Ya'ni Ibn Abbasning kelgani Sahih Muslimdagi shu az-sonli ulamoning asos dalili bo'lgan hadisi Kurayb shu. Shuningda Shamlikninki o'ziga hisob, Madinalikning bizga hisob degan gap shu.
Ma nimada hadisning lafzlari emas, shu mazmunni deb qo'ygan bo'lsa, ama muhaqqiq hadisni takror qilmagan. وعن عائشة رضي الله عنها فطر كل بلدة يوم يفطر جماعتهم وأضحى كل بلدة يوم يضحي جماعتهم. Hazreti Ayşe'nin rivayetini aslında tahriş kılış lazım demek kitapta. Hazreti Ayşe radıyallahu anha قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. Bu Ebu Hureyre'den mi şuna okşaş rivayet kelgan. Bu her ikisini İmam Tirmizi Sünen'de rivayet kelgan. Tirmizi'de bak. İmam Tirmizi tahriş kılgan iken senede Hasan deb bağlagan. İmam Nevevi mi El-Mecmu' degan kitobida ve seneduhu Hasan ve seneduhu sahih degan. Yani bazı bir azraq rivayetde ve arafatukum yevme tu'arrifun degan. Arfat günü mü? Şu Arfat gün Arfat'ı tuğan günü şu hesap demekçi. Yani bu hazır demin köşküde ise xuddi şu her jutninki özelliği ayrı degan qarashning dalillarini bayon qilayotganda ekan. Unda olgan bu masala hozir tugidi. Rajih bo'lgani bir jutda oy ko'rilsa, boshqa jutdagi musulmonlarmi shuni ergishib ro'za tutishi lozim. Endi jutda yo'q biz oy ko'midi deb turoldi. Oy ko'mdik deysin ama lekin oy ko'rashga sen chiqmading asli. Uyda o'tding. Oy ko'rashga chiqyapti. Ko'migan bo'lgan taqdirda, u chaqda biz ko'mdik deb Saudiyaristonda ko'migan bo'lsa, u chaqda biz 30 kun to'liqlaymiz desa. Lekin asli oyga qarab boqmay, osmonga qarab boqmay uyda o'tirib, ishxonada o'tirib, 30 kun tutimiz devas to'g'rilmaydi. 30 kun tutimiz yani oy qarabdi, kömöpti, onundan keyin uyda o'ttasken Saudiyaristondan tek xabar berib qolsa, o'sha gachchida heyit qilish lozim. Qala va la yusamu yawmush-shakki illa tatawwu'a. Shak kunini biz Şabanning 30-kuni yoki Ramazonning 1-kuni bo'lib qilish ehtimoli bor deb oraliqda shakda qolib qolgan kun. Ikkisining birisini to'xtalamay qildik. Mush kunda Ramazonga niyat qildingda ro'za tutishga bo'lmaydi. Faqatlam nafla ro'zaga niyat qilsa, shunda ro'za tutsa bo'ladi. Liqawlihi sallallohu alayhi vasallam la yusamu al-yawm alladhi yushakku fihi annahu min Ramazon illa tatawwu'a. Bunda rivoyat kelgan bo'lg'achqa. Lekin bu ibora bilan fiqh kitoblarida bo'lsin, lekin hadis kitoblarida bo'g'ini la yataqaddamanna ahadukum Ramazana bi sawmi yawmin aw yawmayn illa yakuna rajulun kana yasum sawman falyasum zalika al-yawm. Ramazondan 1-2 kun burun ro'za tutish cheklangan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshqa oyga qaraganda Sha'ban oyida eng ko'p ro'za tutdi. Xuddi bu nimadan iborat? Ramazonning farz ro'za tutilgan oyga badanni qizdib chinib turgandek, shuni tayyorlik qilayotgandek bir ahvol. Lekin Ramazonning 1 kun qolgan chaqda tutmaydi. Nima uchun desa, farz ro'zani nafl ro'zani ayirish, o'tirib fasil bo'lish lozim. Yoki avam xalq mushkul ro'za Ramazonga tava farzgan deb tushunib qolmaslik uchun. Yoki ahli kitob ashunda Ramazon kunlarini o'tayotgan, bizning ondan shunda ketib keyin Ramazon bilan Sha'bonni o'tirib tutashtirib 30 kunni 60 kunga aylantirmaslik uchun. Va huwa alladhi yushakku fihi. Ash-shakkuni qaysi desa, biz shak qilgan kun shu. Annahu min Ramazon aw Sha'ban. O Ramazonning 1-kunimi yoki Sha'banning 30-kunimi biz qolmay qolgan kun shu. Va dalga bi an yatahaddatha an-nas bir-ru'ya. O shak qandasan sava ochiq bo'lsa-mu kishilar voy oy ko'rilibdimish mish gaplar bor, lekin amaliyotda qazoqning oldida guvohlikqa e'tibor qilinadigan bir to'p guvohlikda o'tgan ahvol yo'q. Qazoqningmi guvohlikdan o'tildi, Ramazon oyi ko'rilgan hisobda deb e'lon qilmagan chaq bo'lsa, bu shakni bo'ldi. Wala tathbut. Shu guvohlik bilan isbotlanmagan kun. قال ويلتمس هلال شوال في 29 من رمضان. أنما هو شوال أين كرش مسلسة. برون واجب تقنمز رمضان أين كرش مسلسة. أن مش مو واجب.
Ya da hükümdümüzmü Şevval ayını mı Ramazan'ın 29'da kreşke çıkmaz. Faman ra'ahu vahdahu la iftar. Hiç kim kömey, yalnız bir adam köyen bolsa, o kişi ağız içmey, hiç kılmay turdu. Ahdan bil ihtiyat fil ibadet. Çünkü bu yada ibadette bir ihtiyat kılış üstte. Çünkü hazır bu ağız içmezse belki Ramazan'ın bir günde ağız içmetkendek bir ihtimal bulurdu. Çünkü bunun hazır köydüm diyen kanaati başkanını kanaatlandıramadı. Hazırını o kanaatlandıramadı, şer'i ölçemge toşmadı bunumuz. Bundan sonra bir yerde bir xil güman var, şübh var. Feyn aftara, ondan sonra bu roz tutudu demişsin ama roz tutmay, ya ben köygen tutsam Resulullah sum olur, yatıyor, aftir olur, yatırken tutsa ben köygen diken ağız açtım der, ağız içip kalsa qada olur, keyin qazasını kılıdı. Nima uchun? Yuqorida Hazrat Aishadan qilgan rivoyat bor. Sawmukum yawma tasumun, fitrukum yawma tuftirun, wal adha yawma tudahhun degan. Shu hadisga asosan kishilar mush kunda ig'iz ochmagan, yolg'iz ig'iz ochdi. Undan keyin aslida rasmiy hisob qilganimiz qaysi? Musulmonlar jamoatiningki guvohlik bilan isbotlangan ya 30ni to'ldirib atayt degan shu qarasi hisobda. Yani bu adam o'z oldiga o'zini qilgan ekan, agar ig'iz ichib qolsa, xuddi Ramazonda ig'iz ichayotgandek qazosini qiladi. Wala kaffarat alayhi. Lekin biz yuqordan buni bir qadim deb o'tgan. Unga kaffarat kelmaydi, lima bayyana biz yuqorda bayon qilgan. Yani bunga bir shubha bor. Shubha bu o'zi ko'rgan. Lekin men ko'rdim desa bu inovatga ilinmadi. E'tibor qilinmadi. Gumon bo'lgan ekan, bu gumonmo xuddi biz hududni ijro qilgan chaqda idraul hududa bis shubhat deb shubha bo'lib qolsa jazoni bermaydi tushunama. Yani bu mu bir xil jazolash nimasdak kafaratmi jazolash ma'nosi bor, uqubat ma'nosi bor. Jazo berilib deb qolsak, buni o'zi ko'rgan, o'ziga nisbatan oydin. Undan keyin buni bir to'xtab qilib, shu bilan bu kafaratni bermagan bo'ldi. Qala fa in kana bis samai illatun, agar osmonda bulut yoki chang-tuzan unda bir oyni ko'rilmaydigan ahvol bo'lib qolsa, qubila shahadatu rajulayn, ikki kishiningki guvohligi qabul qilindi. Hali diqqat qilsanglar, Ramazonning kirishini isbotlashda bir odamning guvohligini qabul qilgan. Shundami? Hozir mana Shavvolning kirishini hisoblashda ikki kishi bo'lish lozim dedi. Nima uchun desa, anında biz amrun diniy degan. Bu ro'za tutishga munosabatlik bir ishga chetib qolgan, shu ishni shuni qarashlar degan. Ma ikkinchi masalada Shavvol kirish ig'izni ichishga, uningdan boshqa haqninki shunda oshpazning damoq setishi va gazadji nurg'on nimaga chetishlar. Undan keyin bu huquq ibodatga chetish qilib guvohlik bilan isbotlanmas bo'lmaydi. Shu guvohlik uchun rajulan aw rajulun va imra'atan deydi to'qaydi. Hammasi diniy ish. Lekin anında sab ibodat tarafi diniy taraf ig'ir bosadi, ma'noda huququl ibod tarafi ig'ir bosadi demoqchi. Li'annaha shahadatun ta'allaqa biha haqqul adami. Chunki bu guvohlik bilan insonlarning huquqi uyan-buyan bo'lib ketadi. Fasarat kash-shahadati ala huquqil adamiyyin. Shuna bu nimga o'xshash deyilsa, insonlarning huquqiga guvohlik bergandek. Falanning tustanmanchilik haqqi bor, yo'q, ya falanning musulmon falan chiqib o'tgan degandek bir ishga o'xshab qoldi. Bixilaf Ramazon. Ramazon unda emas, li'annahu amrun diniy. Chunki bu sab diniy bir ahvol. La yata'allaqu bihi haqqul adami. İnsanların huquqi bundan chetishlik emas. Ala anna mabnal kulli ala al-ihtiyat. Shundaqmi har ikkisiga nisbatan biz ehtiyot bilan muomala qilgan ahvol deb qarab muomala qildik. U nima ehtiyotligini? Ramazon kirgan chaqda biz Ramazonni tezroq kirish tarafdori. Chunki tezroq chimay biz bugun kechiktirib qo'ysa qanday oldi? Ramazon bulab qolsa shu kun biz Ramazonni bir kunni ro'zani tutmay
qazo qilayotgandek bo'libdi. Gardini düşkün o'zi qoldi. Ama ikinci ahvalda Şavval ayının kirish masalasida buningda ehtiyot aldırmaslıklar. Çünkü aldırab bir rozet qilib qolsak, düşkün o'zi gardini qoldi. Şuna her ikisi de ehtiyot olan ma'lum. Ve huve fima qulnahu. Yani fima qulnahu ya hukukul adamiyyin ve hukukul ibadettek fark bo'lg'achqa demek. Qala ve illam yakun illatun fejam'un kathirun. Eğer hava uçuq bo'lib qolsa, xuddi Ramazon oyining kirish isbotlanishda havo uçuq bo'lsa, yani fi mazhab jam'un kathir yufidul ilm dedigo, shunga o'xshash bu yerda ashunday g'olib zan Ramazon kirdi deydiganga yetarlik bir top kishilarningki guvohlik bo'lish lozim. 2 kishi yetarli emas bunda. Lima bayyana biz buni Ramazonning iyi kirish masalasida bayon qilib bo'ldik. Van Abi Hanifata, Imom Abu Hanifadan kelgan g'ayri zohir rivoyatda shahadatu rajulayn kama fi sa'iril huquq. Buni biz yuqorida bayon qilgan. Qala wa dhul hijjati ka shawwal. Zulhijja oyining kirishimi Shawwal oyining kirishiga o'xshash. Lekin Ramazon oyininkiga o'xshamaydi. Diqqat qiling. Ka Shawwal degani Shawwal oyining kirishiga o'xshaydi, lekin Ramazon oyining kirishidan farqli degan. Lima yata'allaq bihi min huquqil adami. Chunki bunda bandalarning huquqi chetishlik chiqishli bor. Minal adahi va g'ayri. Masalan, qurbonlik qildigan, bu pul muomalaga chetishishqanmi? Undan boshqa safar qildigan. Wa idza ra'a hilal ramadana aw shawwalan naharan qabla az-zawal aw ba'dahu. Tushdan burun ya keyin, yani kun tiklash, zavol degan kun tiklashdan burun ya keyin Ramazonning yoki Shawvalning oyini kirib qolsa, fa huwa lil-laylatil atiya. U ay nimaga tava? Atis tava. Yani bu hozir xulosada chiqdi. Bu oyni uchoq ko'rgandan hech qanday farq yo'q. Hech farq yo'q. Wa qala Abu Yusuf kadalik. Abu Yusuf in kana ba'da az-zawal, tushdan keyin ko'rgan bo'lsa, shunda lil-laylatil atiya. Wa in kana qablahu, agar tushdan burun ko'rgan bo'lsa, bu tuniganninki deydi ekan. Undan keyin Abu Yusufning farqi azar, ashkaylarning farqi nima? 30-kuni masalan bu tushkichi ko'rgan bo'lsa, ya oqshom asli ko'rildigan ekan bu, bugun Ramazon ekan ya bugun ro'za etgan deb menda ma'lum. Bugun Ramazon ekan deb qolsa, bu ro'za etgan ekan, keyin bu kunni qazo tutish lozim. Lekin shu mu'tamad shu tarafanninki qarash shu. Bu Abu Yusuf'un kelgan qarash yurur va dalika Umar va Aisha radhiyallohu anhuma wal awwal marwiyun an Ali wa ibn Mas'ud wa ibn Umar wa Anas wa an Umar aidan radhiyallahu ta'ala anhum. Wa li anna ash-shahra thabitun bi yaqin. Yana bizning aqliy dalilimiz Abu Yusuf qarashda, chunki o'sha oy kirganligi aniq. Biz masalan Sha'bonda yoki Ramazonda va ba'd al-ahillati yakun akbar min ba'd. Yangi chiqqan oy degan ba'zida masha qaraganda mashasal cho'ngroq ko'rindi. O'sha hilal masalan bizning vujudda jinishga ko'rangan bo'lsa, keyin Misrda 4 soatdan keyin ko'rgan bo'lsak, buning umri 4 soat uzirgan bo'ldi. 4 soatdan keyin sal cho'ngroq ko'rinishi mumkin. Fayjuz annahum ra'awhu qabla az-zawal likibarihi. Shu anda ular tushdan ilgari bu cho'ng bo'lganlikdan ko'rgan bo'lishi mumkin. Ay, masalan cho'ng bo'lganlikdan ko'rgan bo'lishi mumkin. La likawnihi lil-laylatil madiya. Undan buni o'tib ketgan bir kechada ko'rilgan oyda shuni tava demaymiz. Kelar kechaga tava deb qaraymiz. Va thabitu bi yaqin la yazul bi-shak. Undan bu tushdan ilgari kiraldi. Bu kelar kechaga tavami, ilgari kechaga tavami deb bir shak qilib qolsak, buning bilan biz keskin aniq bo'lgan bir narsani o'zgartirsak bo'lmaydi. Va qala al-Hasan ibn Ziyad rahimahullah in g'aba ba'da ash-shafaqi fal-laylatil madiya. Shafaqdan keyin g'oyib bo'lgan bo'lsa, bu o'tib ketgan kichik tava. Shafaq hozir namashadan xudoorligi bu shafaq. Shunami? Shafaq desak ham shu namashadan keyingi sog'in ko'rsatdi. Shafaqdan burun sizlar yo'qolib ketgan bo'lsa, mush kichik tava.
Hava yo'q, kun patdi. Biz iftaqlar vaqtiga shu chaqda oy ko'rildi. Kun patgandan keyin shu namazsham vaqtida sizlar yo'qolib ketgan bo'lsa, shu kechiga tavadi. Ma'lumda İmam Abu Hanife bilan Muhammadning qarashiga matrib uyg'un keldi. Yo'qolib ketsa, namazsham vaqtida ko'rilib ketgan bu. Ko'rilib sizlar yo'qolib ketgan bo'lsa, shu kechiga tavadi. Lekin bu nimaga asosan shunda deydi, bu bir qarash ekan. Qala واختلف العلماء في يوم الشك هل صومه أفضل أم الفطر علماء شكنا روز أفضل مو إغزش أفضل مو اختلاف قلبه قالوا إن كان صام شعبان أو وافق صوما كان يصومه فصومه أفضل eğer Şaban'la rostu kilovatkan bolsa يوم الشك şu qatada tutulib ketsa mayli, tutulsa yaxshi dedi. Yoki ba'zi odamlar masalan isnayn va xamis bunda ro'z qilayotgan bo'lsa, yo'mshak isnanga yo xamis to'g'ri gap qilsa, tutulsa mayli, afzal dedi. Va illa makun kadalik, agar unda bo'lmagan taqdirda, ya'ni Shabanni tutmabdi, faqat tutmay, shakkiniga to'g'rilab tutsa bo'lmaydi. Yoki dushanba unda tutsa ahvol bo'lmay, gachida shakkini to'g'rilagan tutsa bo'lmaydi demakchi. Unda bo'lmagan taqdirda, unda odati yo'q ya Shabanni tutmagan taqdirda, qala Muhammad ibn Salama munda debdi. Al-fitru afdalu binan alal hadith. Ash hadisga asosan ig'iz ichivatgan yaxshi. Qaysi hadis? لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا يكون رجل كان يصوم صوما فليصوم ذلك اليوم يمشو متفق عليه حديث مش حديث أساسا يعني بعض أحاديثlarda مثلا عمار بن ياسر رضي الله عنهما بخاري'da shunda degan من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم shunda hadisga asoslanib turib Muhammad ibn Salama ig'zi chertga yaxshi degan. Yana bir tarafdan ig'zi chertish ahli kitobga o'xshab qolmas uchun yaxshi. Muhammad ibn Salama kimda? Diqqat qilsanglar, qalu dedi-ku, qalu. Qalu degan so'z fa'il kim? Qalu degan Hanafi mazhabida bir istiloh. Qalu degan mashayixning o'zining bahslarini qilib degan tadqiqotlarini qalu deymiz. Bu imomning nega gap emas. Qalu desizlar. O'sha mashayixlar debgan deymiz. Keyingi ulamolar u ilgirki imom va sohiban emas. Qalu degandan keyin ash mashayixlar Muhammad ibn Salama, Nusayr ibn Yahya, Nuh ibn Abi Maryam, shunda ulamolar. Ma bak jinnisga atalgan. Buni Hanafi fiqhi o'qigan bilmasa, qalu desa bizning Abu Hanifa va sohiban dedi deb qolgan. Ya Hanafi mazhabının kitapları şunda. Bu sizlar muda g'alat turganlar shu fiqh bilan shug'ullanganlar hammasi yada bu. Mesela fa'il desa nahvda boshqa mulda shunda yada bilsam qo'y, shunga o'xshash yada bilib ketadi buni. Bular uchun enab Muhammad ibn Salama ibn Abdullah al-Harrani Harranga mufti bo'lgan. Abu Abdullah al-Faqih Abu Abdullah. Bu Balx ulamolaridan aslida mashayixning birisi. Bu muhaddis ulamolardan ayni vaqtda ham faqih Hanafi ham muhaddis. İmam Ahmad ibn Hanbal mu shundan hadis rivoyat etgan. Bu Muhammad ibn Salama İmam Tahavining shayxi Ahmad ibn Abi Imronning ustozi. Ya'ni İmam Tahavi buning shogirdi hisoblanadi. Bu 278-yili vafot bo'lgan. Wa qala Nusayr ibn Yahya mana mashayixdan birisi chiqdi. Nusayr ibn Yahya al-Balxi, bu Balx ulamolaridan. Bu 268-yili vafot bo'lgan. İmam Muhammadning shogirdi Abu Sulayman al-Juzjanining shogirdi. Abu Muta'n al-Balxining shogirdi. Bu hadis ulamolaridan. İmam Ahmad bilan uchrashib, İmam Ahmad bilan muzokara qilishgan. İmam Ahmadga aytgan bu. Siz bu İmam Abu Hanife rahmetullohi alayhi nima uchun bunda ayblab ketisizlar? Nima uchun qarshisiz uni? Nima uchun yoqtirmaysiz bu kishini? Desa bu kishi shu ra'y bilan hukm chiqardi. Unda esa İmam Malikning ra'y bilan chiqardi. Amaliyotda ras İmam Malikning ra'y bilan chiqargan hukmlari ba'zi qarasanglar hayron qilasizlar.
O seyyid istiyorsun Ehl Medine onda başka çıkıldı da plan gidiyor lan musibah. Bu İmam Malik mi şunda raylan hüküm çıkılaştır bağı desen İmam Malik'in azrağı. Onda olsa İmam Abu Hanife'ye jiqraq etiraz bildirdi sanlar. İmam Malik mi şu özlerine azraq etiraz bildirib qo'yanlar. Ketgan. Şu Musayr ibn Yahya. Bu Balx ulamalardan meşayix Balx. Bu alimda to as-savmu afdal, ro'za tutgan afzal. Lima ravayna an Ali ve Aisha radhiyallahu anhuma. Bu işkaylarni biz bunda bir rivoyat qildik. La an asuma yawman min Şaban hayrun min an uftira yawman min Ramazan degan. Niyat bilan mutlaq ro'za tutmoqda nabi bo'lmaydi degan bayat bilan tatavvur bo'ldi. Şu hozir mushuni ikkilan shu tatavvur niyat qilgan demoqchimiz. Şu Nusayr ibn Yahya ikkilan shu tatavvur niyat qilgan, Ramazonda niyat qilmagan, tatavvur deb niyat qilgan. Tatavvur deb niyat qilgan ekan, agar atsi Ramazon bo'lib qolsa, ashuni Ramazon hisob bo'lamdi, bo'lmamdi, seni mazhab bo'ldi. Ulama shu qanday hisob bo'la degan maqsadda tatavvur usulü bilan tatavvur niyat qilib bunda ro'za tutgan. Biz mana shunda tatavvur niyat qilamiz. Yani ashula Ramazon bir kun o'tgan ekan, shu kunni Ramazonmi, Ramazon emasmi, Ramazon dedik. Bu ishkalar o'z tutmadimi, tutdi. Bu gardin saq qilib turgan deymiz. Nafli niyati taqarrub bo'lg'achqa yetarli dedik. Ve an Abi Yusuf'a rahimahullah ve huvel muhtar. Muhtar degani mush Hanafi mazhabda biz fatvo bergan chaqda mush qarashni tanlab fatvo beramiz demoqchi. Abu Yusuf'da bunda bir qarash keldi. Annal muftiya yasumu huwa ve khassatuhu. Mufti yoki ulamalar masalan ashunda kishilar o'zi va atrofidagi yaqin kishilari ro'za tutaydi. ويفتي العامة بالتلوم أوام خلق نسبة سلا كتب ترونلا نيتماي مهم كتب ترونلا دب فتوى بردوري قچان وچه ساقلب تردو إلى ما قبل الزوال كن قايرلشتن سل برون قدر ساعت 11:20 ديگندek vaqti duqqo kun tiklishtin sal burun shu chaq qadar saqlab kutib turdi. Lehtimal thubut ash-shahr u chaq qadar bir yerdan xabar kelib falan vücutta ay körülepti o da. Azim mesela bizim vücutta şu muntasıfın nahardın sal burun saat 11'gi saklap dursa Mısır'dan ya Suudi Arabistan'dan ay körülepti o da haber vardı o. Ne zorluk kayılgan vakıldı mı bir şimdilik haklı hesap kaldı o çağda. Aşağıda haber verip kalsa o kişi de kanda kıldı o kaçtı da Ramazan'a hesap alması da plan tutuyordu da. Ve ba'da derke la savma. Üçtünkin andan uruz tutduğun da ahval yok. Yani esirden keyin agar o'zi tutayotgan desa bekor deymiz o. Buni bayon qilib qoldik. Wa huwa yumkinuhu huwa yani al-mufti yoki al-alim yumkinuhu as-sawm ala wajhin yakhruju min al-karaha. Endi nima uchun mullam o'zi bir xil ish qilib boshqalarga boshqa fatvo berdi bo'lsa, bu yerda farq bor. Avom bilan xavosning farqi bor. Havas ulamalar şeriatga zikab qolmaydigan shaklda nozik joylarni bilib turib niyatni to'g'rilab qila oladi. Avom xalqcha wala kadalika al-amma. Avom xalq manda shakl niyat qilsang bo'ldi, mamani diqqat qilsang undan kari qilma, qilgan biznesin deb xato qildiga bo'ldi. Ala vajin yakhruju min al-karah. Makruhlik dairasiga kirib qolmaydigan, saqlana oladigan shaklda to'g'ri niyat qila oladi. Avomlar unda qilinmaydi. Undanki shu sahabimi tatavvu niyati bilan nafl niyati bilan ro'za deymiz. Endi ulamolarningki mazhablariga qarasak, Hanafi mazhabda shunda har xil qarashildi. Afzal bu. Masalan ro'za tutish harom deydigan ulamolar bor, makruh deydiganlar bor, vojib deydiganlar bor. Ro'za vojib deydigan masalan Hanbali mazhabda vojib degan qarashim bor. Ehtiyot jihatdan. Maliki Shafi'i mazhabida Ibn Hazmlar harom deb qaraydi. Davomki mushunga asosan ro'za tutishga agishib nima keladi? Taravih o'qish o'qimaslikdek nima o'sha chetishlar. Agar
ro'za tutilgan bo'lsa qat'isi taravih qilibdi. Bo'lmasa o'qilmaydi. Bundan keyin xuloslasak, odatda Sha'bonni tutib kelayotgan bir kishi bo'lib qolsa, mayli. Qatada tutmasmaydi, makruh emas. Ataydan tutmagan ekan. Yoki masalan isnayn va xamis deb tutayotgan odam bo'lib qolsa, cho'gilab ya isnayn va xamis to'g'ri kelib qolsa, mayli. Ama unda bir odati bo'lmagan kishiga nisbatan hayitdan burun 3 kun ilgari tutsa mayli. Sha'bonni masalan 26, 27 degan qadar tutsa bo'ldi. 27 kunga g'ash to'xtagan gap. 28, 29 degandek u kunlarni tutsang bo'lmaydi. Undan keyingi 2 kunda, oxirgi 2 kunda ulmoning qarshida ya harom, ya makruh deb qaraldi. Yo'mashakni. Hanbali mazhabining bir qarashida, mazhabga vakillik qilgan qarashga deyman. Shunda vojib deb qaraydi. Ehtiyot jihatdan, chunki bu Ramazon bo'lib qolishi mumkin deb. Vallohu a'lamu bis-sawab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka va atubu ilayk.